Ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Esalom, 7-etajga chiqib qolsam bo'ldi. Voy, Dilshodaxon, qo'shni. Bizni ham ko'radigan kun bor ekan-u. Qatdan kelyapsiz, qo'shni? Ishdan-de aylaning. Muncha bu ko'p gapiradi. Kamroq gapirsa bo'lmaydimi? Oyog'im olib ketdi. Qabul kimi ma'uli. Voy, buncha kech. Voy, atigi soat 4 bo'ldi. Mayli, men ketdim. Dilshodaxon, to'xtang. Ana 3-etajdagi Muhabbat opa bor. Kechasi bilan uyda dapurdi, bo'ldi. Muhabbat opa yoki uni erini urdi, yoki eri Muhabbat opani urdi. Nimadir bo'ldi, bilmayman. Kechqurun sukuriy keldi, ularni olib ketishdi. Больницада nolikka. Xullas shunaqa ko'p to'polon bo'ldi. Bizga eshitdi. Mayli, Ayzaxon, sizlar kelinglar, gaplashib turaylik, men ketaman. Ha? Mensiz g'iybat qilasizlarmi? Aylanib ketasiz, siz hech nima qilmayapsiz. Sizlar kelinglar, o'zingizlar gaplashib turaylik, men ketaman. Qo'yib, men seni ovozingni, men seni o'zing sog'ingan bo'lsam, shunga billa g'iybat qilaylik deyman-de, asalim. Voy, qizlar, qalaysizlar, gaplashamizmi? Voy, qalaysiz? Keling, g'iybat qilamiz billa. Shoda qari? Почему орешь, а? Почему? Har kuni tak-tuk. Mana bu qabulki, mana miyamga chiqdi. Bilasanmi shuni? Oy, dada, bobo, kechirasiz. O'zim ham qaytib, anaqa qabulki miyman deb yuribman. Har kuni ertalab tak-tuk ishga ketasan, mana miyamni ana shunday qilib qo'yasan. Yana kelasan, men spать хочу, spать обед kelasan, tak-tuk. Standartdan u spать bo'lmayapti. Nima qilish kerak? Dilshoda men aqab bo'lib qoldim. Ana kuni suv o'tkazib yubordinglar, indamadim. Dadangni chaqirdim, yarimtaga kelmadi. Indamadim. Nima qilish kerak? Voy, kelin, oyog'ingizni yechmay turing. Bugun kun bo'yi Bibisora rosa ko'p kaka qildi-da, mashi sasib ketmasdan tez tashlab keling. Да, это аргумент веский.